Kokosh ham Halima Ibragimovaday o'ladimi? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Halima Ibragimova qildirgan operatsiyani qildirgan Kokosh, ya'ni Nijniyning ahvoli juda og'ir. Bu gapni hali hech kimga aytmagan edik, balki yaxshi bo'lib ketadi deb o'yladik. Afsuski, bu doktorlar qarashmayapti ekan. Kun sayin Kokoshning ahvoli og'irlashmoqda. Bu haqda Jasmin shunday deydi: Nimaga o'rtog'im Kokosh yo'q bo'lib qoldi deya eslab yo'qlab qo'ng'iroq qilsam, ahvoli juda og'ir ekan. O'zbekiston shifokorlari qassob bo'lib ketyapti. Kokoshni ham kesib tashashibdi. Sizlar nima qilyapsizlar? Halima opamga ham shunday qildinglar. Sal bee'tibor bo'ldik, o'ldirib berdinglar. Endi Kokoshni ham shunaqa qilyapsizlar. Yana istoriyasini, kasallik varaqasini so'rasa bermaysizlar. Kimsizlar o'zi? Shifokormi yoki qassobmi deydi g'azab bilan Jasmina Trans. Bundan tashqari, Komola ham Kokoshni ko'rgani borib, barchaga aytib qolamanki, ozishni istasanglar operatsiya qildirmanglar. Chunki bizda pervaskani to'g'ri qilishmas ekan. Shunday virus tushib, battar bo'lib, 3 marta narkoz olib operatsiya qilishdi. Hozirda esa ahvoli juda ham og'ir, yomonlashmoqda. Endi Kokoshni olib Turkiyaga olib ketishyapti. Jasmin o'zi qaratar ekan. Alloh shifo bersin barchaga. Kokoshga Komola Yusupova albatta nimalar bo'lyapti? Yana bir san'atkor og'ir vaznni oldirib, xuddi Halima Ibragimovaday o'lib ketadimi? Biz Kokoshga shifo tilaymiz albatta. Kokoshning o'zi klinika rahbariga shunday deydi: Aslida klinika doktorlari Kokoshning o'zi aybdor ekanligini aytmoqda. Chunki u sigareta chekardi va mashinaga o'tirganligi sababli terisi shunday bo'lmoqda. Kokoshning hozirda operatsiya bo'lgan joylari qorayib, xuddi gangrena misoli teri chirishi kuzatilmoqda. Lekin Kokosh klinika rahbariga janjal qilib, haqiqatlarni aytib tashladi. Aslida men bu klinikaga kelib bu operatsiyani qildirmoqchi emas edim. Sizning qizingiz menga 1000 marta aytdi va shu klinikaga olib keldi. Bizga pulingiz kerak emas. Barter asosida operatsiya qilamiz va siz bizni reklama qilib berasiz dedi. Aslida men sigareta chekkanimni o'zingiz menga ruxsat berdingiz. Bir pachka sigaret chekishni ruxsat berdingiz. Meni xonamda bir emas 4 ta doktor bilan men bilan birgalikda sigareta chekdingiz. Mashinaga sizning reklamangiz uchun chiqdim. Endi hammasiga men aybdormanmi? Sizlarning qilgan ishingiz uchun pervaska qila olmasdan terimga nekroz mikroblarini tushirganingiz uchun men hozir teri chirishi, ya'ni nekroz kasalligiga duch keldim. Barchasi uchun javob berasizlar deydi Kokosh klinika rahbariga. Xo'sh, bu yerda o'zbekistonlik shifokorlar aybdormi yoki Kokoshning o'zi? Hech kim bu yerda javobni topa olmayapti. Yaqin kunlarda Kokosh Turkiyadagi shifoxonaga yotqiziladi. U yerda shifokorlar Kokoshni ko'rib, aslida kim aybdor ekanligini aniqlashadi. Videoning davomini ko'rish uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Kokoshga shifo tilaymiz albatta.